Eng ko'p beriladigan savollardan bittasi narsalarimni o'chirmasdan qanday qilib telefonimni xotirasini tozalasam bo'ladi degan savol. Qanday qilib telefon narsalarini o'chirmasdan turib xotirasini maksimal darajada tozalasa bo'ladi? Undan keyin telefoningiz ishlashi juda ham yengil bo'lib qoladi. Bitta podpiska sizdan o'rgatish bizdan bosdik. Demak, boshladik. Qaranglar, birinchi bo'lib telefon nastroykasiga kiramiz. Telefon nastroykasidan sal pastroqqa tushib, bu yerda ilovalarga o'tamiz. Ilovalardan ilova boshqaruvlarga o'tamiz. Telefonning o'zini keshlarini tozalasangiz, telefon ishlashi tezlashadi va telefon qotishi yo'qoladi. Hozir bu yerdan qarasak, YouTube o'zida 1 GB saqlab turibdi. Befoyda shu gigabaytni ma'lumotlar tozalash qilib, shunchaki tozalab yuboramiz 1 GB da. Tozalab yubordi. Telefondan 1 GB hech nimangiz o'chmaydi. Telefoningiz 1 GB dan xalos bo'ldi. Qolgan prilojenalarni ko'ramiz. Mana o'sha Telegram salkam 2 GB zaynat turibdi. Uni tozalash kerak. Endi PUBG o'ynaydiganlar o'zi biladi, salkam 10 GB, 20 GB gacha zaynat qilib tashlaydi. Agar uni keshini tozalasangiz, PUBG chiqib ketib qoladi. Uni tozalamagan ma'qulroq. Mana Instagram o'zi 1 GB, 2 GB. Hamma prilojenalarni qarab chiqsangiz, o'zini gigabaytlari bor lishniy. Shuni tozalab olasiz, telefoningizdan hech nima o'chmaydi. Telefon ishlashi tezlashib va qotmasdan ishlaydi. Video foydali bo'ldi. Bir dona like bosib, do'stingiz ulashib qo'ying, esdan chiqmasin. Rahmat.